Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Yana sizlar bilan Everest bilim cho'qqisini birgalikda zabt etamiz loyihasining navbatdagi sonida ko'rishib turibmiz. Bu safar 14-son. Mana ming afsuslar bo'lsinki, biz xohlayapmiz g'olib chiqishini, lekin 13 ta sondan beri biz hali g'olibni aniqlay olmadik. Va tilam jingalab ketyapti. Demak, bu safargi ishtirokchimiz Ro'zixon O'ktamjonova shu 1 million so'm mukofotini yutib ketaman deb niyatlar bilan kelgan. Bizning maqsadimiz esa yutsin mayli. Lekin savollarimiz qiyin emas. Bizni loyihamizda o'ziga xos shartlar bor. Sizga bu shartlarni tushuntirib o'taman. Bu kartalar orqasida shartlar yashiringan. O'sha shartlarga qarab turib savol o'qib eshittiriladi. Savolda 4 ta javob varianti bor. Shartlarga qarab ham 3 ta bo'lib qolishi mumkin, 2 ta bo'lib qolishi mumkin yoki qanaqadir oldinga, orqaga ketishimiz mumkin. Biz Everest viktorinasida 10 ta pog'ona bor. Biz 5-pog'onada siz bilan ko'rsatuvni boshlaymiz. Agar siz ko'rsatuv yakunida 10-pog'onada tugatadigan bo'lsangiz g'olib bo'lasiz, birinchi g'olibimiz bo'lasiz. Agar 9-pog'onada yakunlaydigan bo'lsangiz ham, demak mag'lub bo'lgan bo'lasiz. Agar tayyor bo'ladigan bo'lsangiz, biz boshlaymiz. Undan oldin esa kuzatuvchilarimizga sahifalarimizga obuna bo'lish va izohlar qoldirishini so'rab qolamiz. Kimdir shu ko'rsatuvda qatnashadigan bo'lsa, yangi tartib joriy etamiz. Yaqinda o'sha tartib bo'yicha ishtirok etish mumkin bo'ladi va hozirgacha esa ishtirok etmoqchi bo'lganlar quyidagi Telegram manzillari orqali bizga aloqaga chiqishlari mumkin. Demak, tayyor bo'lsangiz, birinchi shartimizni tanlang. Ikkita noto'g'ri javobni olib tashlash. Demak, o'ziga xos bu sizga imkoniyat beradi. Biz to'g'ri javoblarni, to'g'ri va noto'g'ri javoblar ichidan, variantlar ichidan ikkitasini olib tashlaymiz. Bu sizga to'g'ri javobni topishingizga osonroq bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz, men boshlayman, savolni o'qib eshitiraman. Demak, birinchi savol. Android operatsion tizimi dastlab kim tomonidan ishlab chiqilgan? Ya'ni qaysi kompaniya tomonidan Androidga asos solingan? A. Google, B. Microsoft, C. Android korporatsiyasi, D. IBM. Biz endi bu yerdan Google hamda IBM javobini olib tashlaymiz. Bizda Microsoft va Android korporatsiyasi qolyapti. Android taling. Xo'p, demak, Android operatsion tizimini sizningcha dastlab Android korporatsiyasi ishlab chiqilgan. Savol bunaqa oson bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Balki yana bilmadim, o'ylab ko'rarsiz balki. 5-pog'onada hozir birinchi dastlabki savol, ikkita noto'g'ri javob variantini olib tashladik. Yo'q, Androidda qolaman. Androidda qolasiz. Demak, siz ikkita noto'g'ri javobni olib tashlashimiz sizga foyda keltirishi kerak edi. Lekin foyda keltirdi. Tabriklayman, 6-pog'onaga ko'tarildingiz. Shartlardan birini tanlaysiz, biz davom etamiz. Siz 6-pog'onadasiz. Qo'ng'iroq qilish. Qo'ng'iroq qilish imkoniyati bu tushunarli, oddiy. Agar siz savolga qiynaladigan bo'lsangiz, xohlasangiz foydalanasiz, xohlasangiz foydalanmaysiz. Birorta yaqiningizga, tanishingizga qo'ng'iroq qilib, savolni javobini so'rashingiz mumkin. Tayyor bo'lsa savolni o'qib eshitiraman. Xo'p, demak, tarixni yaxshi bilasiz? Unchalik bilmaysiz? Yo'q. Lekin bunaqa qiyin savol emas. Bizda Napoleon Bonaparte degan odamni eshitganmisiz? Eshitganman. Napoleon Bonaparte qaysi mamlakat imperatori bo'lgan? A. Italiya, B. Fransiya, C. Germaniya, D. Ispaniya. Sizda qo'ng'iroq qilish imkoniyati bor. Boshqatdan qo'ying. Napoleon Bonaparte qaysi mamlakat imperatori bo'lgan? A. Italiya, B. Fransiya, C. Germaniya, D. Ispaniya. Fransiya. Qo'ng'iroq qilish imkoniyatidan foydalanmaysiz. Demak, qo'ng'iroq qilish imkoniyatidan foydalanmasdan to'g'ri qildingiz. Javobingiz to'g'ri. 7-pog'onaga chiqqaningiz bilan tabriklaymiz. Yaxshi boshladik. Shartlardan birini tanlaysiz, biz davom etamiz. 2 qadam ortga. 2 qadam ortga, yaxshi. 5-pog'onaga tushdingiz. Lekin oldinga chiqadigan pog'onalarimiz ham ko'p. Marhamat, 5-pog'onada davom ettiramiz. Shartlardan birini tanlang. Javob noto'g'ri bo'lsa ham to'g'ri deb qabul qilish. Mana bu yaxshi shartlarimizdan biri. Ya'ni siz istalgan javob variantini tanlashingizdan qat'iy nazar, siz bir pog'ona oldinlagan bo'lasiz. Ya'ni sizning javobingiz noto'g'ri bo'lsa ham, biz uni to'g'ri deb qabul qilishga majburmiz. Demak, adabiyotni bilasizmi? Ozmos. Xo'p, bo'lmasa adabiyotdan bermayman. Xo'p, navbatdagi savolimiz geografiyaga oid. Yer yuzidagi eng baland sharshara Angel sharsharasi qaysi mamlakatda joylashgan? A. Braziliya, B. Venezuela, D. Meksika, C. Meksika, D. Kolumbiya.
Siz istalgan javob variantini bersangiz ham biz uni to'g'ri deb qabul qilishga majburmiz. Kolumbiya. Kolumbiya o'zgartirmaysiz? Yo'q. O'zi aslida javobingiz noto'g'ri. Bu Venesuelada joylashgan edi, lekin biz shartimizga muvofiq to'g'ri deb qabul qilishga majburmiz va javobingizni qabul qildik. 6-pog'onaga ko'tarildingiz. Shartlarimizdan birini tanlang, davom etamiz. Savolga noto'g'ri javob bering. Hozir to'g'ri javob bermasligim kerakmi shunda? To'g'ri javob bermasligingiz kerak. Agar to'g'ri javob berib qo'yadigan bo'lsangiz, orqaga qarab ketasiz. Bu juda qulay. Misol uchun bitta to'g'ri javobni topgandan ko'ra 3 ta noto'g'ri javobdan birini topish osonroq, menimcha. Demak, savolni o'qib eshitiraman. Xo'p, Quyoshdan bu avval ham o'ynalgan bu savol, agar ko'rgan bo'lsangiz ko'rsatuvlarimizda. Quyoshdan Yerga yorug'lik taxminan necha daqiqada yetib keladi? Ya'ni yorug'lik Quyoshdan Yergacha necha daqiqada yetib keladi? A 3 daqiqa, B 5 daqiqa, C 8 daqiqa, D 12 daqiqa. Hozir noto'g'ri javob berishim kerak. Noto'g'ri javob berishingiz kerak. 12 daqiqa. Xo'p, demak sizningcha Quyoshdan Yerga yorug'lik 12 daqiqa, noto'g'ri javob variantini tanlaganda 12 daqiqada yetib keladi. To'g'risi bo'lsa qanaqa bo'ladi? Menimcha 3 daqiqa. Balki o'ylab ko'rarsiz. Demak, sizningcha Quyoshdan Yergacha bo'lgan o'sha yetib kelish masofasi, nurni yorug'lik yetib kelishi 12 daqiqa emas. Javobda qat'iy qolasiz. Chunki uzoq muddatda bu. 12 daqiqa. Ha, demak, tabriklaymiz sizni, lekin to'g'ri javob 3 daqiqa emas, 8 daqiqa edi. 8 daqiqada yetib keladi. Siz demak 7-pog'onaga ko'tarildingiz, noto'g'ri javob berib, shartlarimizdan birini tanlang. 20 sekund ichida javob bering. Xo'p. Bu ham o'ziga xos shartlarimizdan biri. Siz birinchi tanlagan javobingizni biz qabul qilamiz va sizga 20 soniya vaqt beriladi. 20 sekund ichida siz javob berishingiz kerak bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz, savolni o'qib eshitiraman. O'zbekistonlik bokschi Hasanboy Do'smatov Olimpiya o'yinlarida qaysi yili oltin medal olgan? A 2012, B 2016, C 2020, D 2008. 2016. 2016. Tabriklaymiz 8-pog'onaga chiqqaningiz bilan. Navbatdagi shartlarimizdan birini tanlang. Yaxshi ketyapsiz, ko'z tegmasin. Ikkita javob variantini tanlang. Bu sizga o'ziga xos yana bir imkoniyat. Siz ikkita javob variantini tanlaysiz. Ikkalasidan biri to'g'ri bo'lsa ham 9-pog'onaga ko'tarilasiz. Tayyor bo'lsangiz savolni o'qib eshitiraman. Tayyorman. Xo'p, qonning qaysi hujayrasi kislorodni tashiydi? Tushunarli? Qonning qaysi hujayrasi kislorodni tashiydi? Menimcha bilsangiz kerak. A leykositlar, B erofitlar, C eritrositlar, D trombositlar. Hozir ikkita tanlashingiz Ikkita tanlashingiz kerak. A bilan C. A bilan C. Demak, sizningcha leykositlar yoki eritrofitlar. Qiyin so'zlar ekan. Shulardan ikkalasidan biri, demak, qonning hujayrasi kislorodni tashiydi. Menimcha leykositlar. Leykositlar. O'ylab ko'rish kerak. Siz demak hozir yana qayta o'qib eshitiraman. Qonning qaysi hujayrasi kislorodni tashiydi? A leykositlar, B erofitlar, C eritrositlar, D trombositlar. Siz ikkita javob variantini tanlashingiz kerak. A C. Tabriklaymiz, lekin A emas, C edi javobimiz. 9-pog'onaga ko'tarildingiz. Shartlarimizdan birini tanlang. 2 pog'ona orqaga chiqib ketgan. Demak, bemalol o'tish imkoniyatingiz bor. Birinchi savolni takrorlab bering. Mana 10-pog'onaga chiqish uchun sizga zo'r imkoniyat. Birinchi savol esingizda bo'lsa takrorlab bersangiz, navbatdagi pog'onaga ko'tarilasiz. Esimda yo'q. Hozir mana bugungi nimadagi birinchi savol. Eslab ko'ring. 20 soniya vaqt beramiz buni eslashingizga. Aytib beraymi? Nimaga oid deydi u? Yo'q, endi ayta olmayman. Unda savol huquq qoladi. 10 sekund vaqtingiz qoldi. Shar edimi? Yo'q. Topolmadingiz. Android. Ha, Android. Oid edi. Demak, siz 9-pog'onadan 8-pog'onaga tushsiz. Bu oson shart edi. Har safar topishayotgandi. Hayronman. Hayajonlanmasa kerak. Shartlardan birini tanlang, davom etamiz. 8-pog'onadasiz. Maxsus savol. Maxsus savol bu juda oson savol. Yana 9-pog'onaga chiqish imkoniyatingiz bor. Lekin maxsus savolimizda ABCD degan variant yo'q. O'zingiz javob berishingiz kerak bo'ladi. Savol kecha va kunduz romani muallifi kim? Cho'lpon. Cho'lpon demak, oson maxsus savolimiz, oson savol. 9-pog'onaga yana qaytdingiz. Marhamat, shartlarimizdan birini tanlang. Bir qadam oldinga. 10-pog'onaga chiqdingiz. Tabriklaymiz. Bizda ikkita shart qoldi. Bu
finalga teng final, bu yog'i ikkita shart. Marhamat. 10-pog'onadasiz. Javob to'g'ri bo'lsa ham noto'g'ri deb qabul qilamiz. Final var. Bundan keyingi savol 2 barobar xavf degan shartimiz qoldi xolos, adashmayotgan bo'lsam. Demak, hozir siz javobni noto'g'ri berasizmi, to'g'ri berasizmi? Biz buni noto'g'ri deb qabul qilamiz. Sizni 10-pog'onadan 9-pog'onaga tushiramiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, savolni o'qib eshitiraman. Bunga to'g'ri javob bermasligingizni u darajada ahamiyati yo'q. Demak, savolni o'qib eshitiraman. Cristiano Ronaldo qaysi mamlakat futbolchisi? A. Ispaniya, B. Argentina, C. Portugaliya, D. Braziliya. Argentina. Xafa bo'lib ketdi bechora Cristiano. Siz to'g'ri. Ispaniya edi. Yana betdan xafa qildingiz. Nima unda? Portugaliya edi. Javobi Portugaliya. Bu juda oson savol edi. Endi biz futbolni ko'p ko'rganimiz uchunmi shu Portugaliya javobi. Demak, siz baribir to'g'ri javob berganingizni biz noto'g'ri deb qabul qilardik. 9-pog'onaga tushdingiz va demak finalni savol shartimizni tanlang. Oxirgi shartimiz demak 9-pog'onada 2 barobar xavf. 2 barobar xavf. Siz bu savolda agar to'g'ri topadigan bo'lsangiz, g'olibimiz bo'lasiz. Noto'g'ri topadigan bo'lsangiz, 2 pog'ona pastga tushib, 7-pog'onada ko'rsatuvimizni yakunlaysiz 14-sonini. Savol mayli, osonroq savol beraman. Futbolga oid savol bermayman. Futbolga oid savol qolgan ekan. Topolmay qolishingiz mumkin. Topishingiz mumkin bo'lgan savolni beraman. Birinchi prezident Islom Karimov nechanchi-yili birinchi marta O'zbekiston Respublikasi prezidenti etib saylangan? A. 1990-yil, B. 1991-yil, C. 1992-yil, D. 1989-yil. 1989-yil. Mustaqillik davrida emasmikin? Yo'q. Birinchi saylangan bo'lsa kerak. Demak, sizningcha birinchi prezident Islom Karimov nechanchi yilda birinchi marta O'zbekiston Respublikasi prezidenti etib saylangan degan javobimga siz 1989-yil degan variant tanladingiz. Hozir u safety joyida qoladi. Bu noto'g'ri javob edi. 1990-yil ilk marta prezident sifatida saylangan. Undan oldin Kompartiya raisi adashmayotgan bo'lsam, shunaqa lavozim bo'lgan. Lekin 90-yil bo'lsa kerak. Lekin juda yaqin keldingiz g'oliblikka. Men g'olib bo'lasiz deb o'yladim. Marhamat, ko'rsatuv haqida fikrlaringiz bo'lsa, loyihamiz haqida fikrlaringiz bo'lsa, kuzatuvchilarimizga bildirishingiz mumkin. Ko'rsatuv haqqoniy, savollari qiziqarli. Menga yoqdi. Rahmat. Navbatdagi mag'lubimiz. Kuzatuvchilar, mana ko'ryapsizlar, savollarimiz qiyin emas. Yutish imkoniyati bor. Bu yerda faqat minusga qarab orqaga tortib ketadigan shartlar emas, shartlarimiz ichida oldinga olib chiqadigan shartlarimiz ham bor. Shuning uchun kimda kim ishtirok etmoqchi bo'lsa, marhamat, biz 15-sonda sizlarni kutib qolamiz. Loyihamizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosasizlar, izoh yozasizlar degan umiddamiz. Navbatdagi sonlarda ko'rishguncha rahmat.